2022-yil 4-dekabr, demak 31-savolimizga yetib keldik. Savol quyidagicha mana. Xo'p, bizga aytilyapti mana A va B to'plamida kesishmasi, keyin birlashma A va B to'plamlari birlashmasini to'ldiruvchisini elementlar sonini toping degan savol ekan. Mana bu universal to'plam ekan kattasi. Keyin bizga bitta A to'plam berilyapti, keyin B to'plam berilyapti. Mana. Endi mana A bilan B to'plamni kesishmasi deganda, ya'ni A to'plamga ham B to'plamga ham tegishli bo'lgan elementlar degani. Demak, mana ikkalasi kesishyapti mana bu yerda, ikkalasi ham tegishli bo'lgan elementlar 3, 5, 7 bo'lyapti. Demak, A bilan B to'plamni kesishmasiga nechta element tegishli bo'lar ekan? 3, 5, 7 bo'ldi. Endi e'tibor beramiz. A va B to'plamining to'ldiruvchisi deyapti. Ya'ni bu degan universal to'plam o'zi mana shunaqa olinadigan bo'lsa. Endi A va B to'plamining birlashmasiga qaysiga kiradi degan bo'lsak, mana bu 2, 1, 8, 7, 5, 3, 8, 14, 17. Ya'ni mana shuna hamma elementlar kiradi. Endi to'ldiruvchisi nima bo'ladi? To'ldiruvchilar mana qolib ketyapti. 11, 4, 10, 9 qolib ketyapti to'ldiruvchisi. Ya'ni A bilan B to'plamiga tegishli bo'lmagan elementlar. Demak, yozib qo'yamiz. A to'plam bilan B to'plamida birlashmas ekan. Birlashmasini to'ldiruvchisiga qaysi elementlar tegishli bo'ladi degan bo'lsak, demak 4, 9, 10 va keyin 11. Mana shu elementlar tegishli bo'lar ekan. Endi e'tibor beramiz. Mana shularni birlashmasini toping deyapti. Demak, mana bu to'plam bilan buni ikkalasini birlashtirib qo'yadigan bo'lsak, nima kelib chiqadi? Demak, A bilan B ni kesishmasi, birlashma A bilan B ni birlashmasini to'ldiruvchisi nechta element bo'lib qolar ekan shunda? Ikkalasini birlashmasini oladigan bo'lsak, u holda 3 tartiblab yozamiz elementlarini 4, 5, keyin 7, 9, 10, keyin 11 bo'lar ekan. Bo'ldi. Demak, nechta bo'lar ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Demak, 7 ta elementdan iborat bo'lar ekan. Endi javoblarga qaraydigan bo'lsak, B javobga mos kelar ekan, mana B javob. Shu bilan mana 31-savolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting, bizni qo'llab-quvvatlab turing.